Assalomu alaykum. Demak, bu ikkinchi kursimiz A blok sotib olganlar. Bizda hozir oliy boshqaruv kurs olib borilyapti. Dushanba, chorshanba kuni soat 6 dan 7 gacha. Ular 30 ta diskni sotib olgan. Endi farqi yo'q. Sizlar 10 ta, ular 30 ta, faqat vaqt muddatda. Baribir savollar beriladi, baribir sizlar bilan ish olib boraman, baribir anaqa qilinadi. Bilimga qarabda siz faqat o'sha disklarni, bilimlarni ko'proq olishda. Shuning uchun men o'yladim, nima keragi bor bizda ikkita gruppa tuzib, men sizlarni ham VSHUga birlashtirsam deyapman. Bitta kurs qilsak, hammanglarni sizlar bilan mana shunaqa ish olib borsak. Endi ularga qulay vaqt bo'lyapti 6 dan 7 gacha. Yarmi 8:30 dan 9 dan deyishyapti. Bo'lmasa shunday qilaylik deb o'yladim-da men. Dushanba kuni 6 dan 7 gacha dars tashkil qilamiz. Bu darsda men o'quvchimni, shogirdimni chaqirganman. O'sha shogirdim o'tgan safar mana shu aziz qatnashganlar. Qabuljon tablisalarni ko'rsatdilar va ko'p anaqa yangiliklar bilan bo'lishdi-da, qanday qilib ishda biznesni boshqaryapti, bu ishda mo'ykani. Tushuntirdi, bolalar, men 100 ta mo'ykani boshqara olaman. Shu tablisani yo'lga qo'yinglar deb tushuntirdi-da. Aziz amina eshitdi, aziz sizga anaqa gapirib berishlari mumkin. Bu zapisni men tashlaganman, bu shuga qo'shgandan keyin quloq solasizlar, eshitasizlar. Dushanba kuni men bilan kelishdim. Menga arzonroq sotdim. 2 barobar arzon, faqat bitta shart bilan. Men aytdim, bizni bolalarimizni o'rgatasan. Sizlar bilasizlar tablisani tuzishni. Lekin tablisada o'zining pluslari ko'p, juda ham anaqa minuslari ko'p-da. Men Tohirjon ham qiynalyapti. Menga odam bering, men o'shanga pul to'layman deb aytdi. Men sizlar uchun pul to'lab qo'ydim unga. Men sizlar hozir pul olmayman. Shuning uchun bu odam sizlarga hamma sirlarni o'rgatadi. A da ya. O'shanga qatnashinglar. Kalkulyator, anaqa kompyuter bilan, notebook bilan o'tiringlarda mayda-chuda narsalarni beringlar savol. Qanday qo'shamiz, qanday gruppa qilamiz, hammasini sizlarga bir oy kerak bo'lsa, bir oy ishlaymiz. Sizlar professional bo'lishinglar kerak, tablisalarni qilganinglar. Bu dushanba kuni, chunki bu odam faqat 6 dan 7 gacha namoz o'qish kerak, chunki taravih namozlari bor. Lekin bu yoqda yana boshqa bolalar bor. Endi ularga 8 dan keyin qulay ekan. Men aytdim, bo'pti, mayli dedim. Bo'lmasa biz shunaqa taklif qilmoqchiman. 6 dan 7 gacha dushanba kuni bizda bo'ladi faqat o'qish. 8:30 dan endi 8:30 da hozircha chunki taravih namozi ulguryapmiz. Keyin 9 dan bo'ladi. Vaqt cho'zilyapti. Bunga qarab. 8:30 dan chorshanba kuni bo'ladi. Chorshanba kuni 8:30 da. Kimga qaysi vaqt qulay bo'lsa, o'sha vaqtga qatnashadi. Undan keyin bu dushanba kuni olib borayotgan mana shu kurslar bo'yicha men alohida u bilan kelishmoqchiman. O'sha to'lov pulli kurs tashkil qilmoqchiman. Xohlaganlarni o'sha Google Doc tablisalar tuzib o'rgatish. Sizlarga men o'ylayapman, bu bepul qilamiz. Oliy boshqaruv kurs o'quvchilarimizga. Biz tushundinglar, birlashtiramiz. Birinchi, ikkinchi faqat vaqt bo'yicha. Vaqt bo'yicha men shoiraga aytaman, qachondan boshlaganinglarni biz anaqa qilamiz. 2 oy, sizlarga vaqt berilgan 2 oy. B blok A, B sotib olganlarga 4 oy. A, B, C ga 6 oy davomida men ular bilan ish olib boraman. Sizlar bilan faqat 2 oy ishlayman. Keyin agar mabodo men Roshan keyin 2 B blokni ham sotib olaman desanglar, to'lab davom etaverasizlar. Yo'q, menga yetadi shu desanglar, chiqib ketaverasiz. Shunga menga yozinglar. Blokni, A blokdan qachon sotib olganinglarni yozinglar. O'shani nazoratga olamiz. Menga eslatib qo'yadi shoira, keyin men sizlardan o'sha gruppadan chiqarib yuboraman yoki davom etaveramiz. Bo'ladimi shunday qilsak? Chunki sizlarga Tohirjon, siz so'raganingiz sizni hech kim o'rgatmaydi. Hozir sizda mana Ibrohimning gruppasida men eshitganman, gruppasida emas, bolalari 700 ming so'mga pul o'rgatishyapti. Mana shu Google Doc'da ishlashdi.
Men masalan buning uchun pul olmayman. Nima keragi bor? Ustoz zo'r Sizlarni sog'ish uchun qilmaganmiz. Bizga natija kerak. Sizlarni sog'adigan bo'lsa, hozir sog'ish hamma narsada nafas olsanglar ham sog'ishni boshlardi. Shuning uchun kelinglar, shunaqa qilaylik. Endi keyin qatnashinglar. Men aytdim, qatnashmaganlarga bir martada ogohlantirish, 2 marta ogohlantiraman, 3-marta oxirgi ogohlantirish, 4-marta chiqarib yuboraman. Pulni to'ladinglarmi? To'lamadingmi? Menga farqi yo'q. Kelishamizmi shunaqa qilib? Kelishamiz ustoz. Rozimisizlar? Yaxshi bo'ladi ustoz. Bo'lmasa bugun 6 dan 7 gacha marhamat qatnashinglar. Bugun men ularga e'lon qilaman. Keyingi chorshanbadan 8:30 dan olib boramiz. 2:30 da bo'lmaydi. Dushanba, chorshanba 2:30 da darsimiz bo'lmaydi. Keyingi dushanba 6 dan 7 gacha bo'ladi. Imенно tablitsa bo'yicha. Iloji boricha kompyuterlar, notebookinglarni olib kelinglar. Biz ko'rsatamiz. Mana shu yerda aytaman, davay deyman. Mana shu ko'rsatgin bolalarga. Qilib ko'rasizlar. Ko'rsat deyman ekranda. Ko'rsatasizlar. Har bitta qadam, mana pianino o'ynaymiz, do, re, mi, fa, shular qilib o'rganmagunicha sizlar bilan ishni olib boramiz. Kelishdik-a? Kelishdik ustoz. Bo'ldi. Yaxshi. Zo'r taklif. Birinchi bu. Ikkinchi, hozir kanalimga video tashladim, keyin audio tashladim. Endi 1-2 marta menga bolalar ham ko'p aytdilar, bitta ikkitasi anaqa kommentariyalar eshitdim. Bu quruq gap, bo'lmagan narsa degan gaplarni. Esinglarda bo'lsa bitta video yozgandik-ku. Qachon sizlar millioner bo'lasizlar degan isbotlagan $1000 sizlar tikyapsizlar. $1000 hech qayerga ishlatmasdan faqat 50%, 20 yilda millioner bo'lyapsiz. Eshitdim. Quruq gap deyishdi. Mana quruq gap bo'lmaganligini men isbotlab berdim. Hozir gruppaga tashladim, blogga tashladim. Ko'ringlar. Mana ustozim kecha tug'ilgan kuni nishonladi. O'tgan safar men o'sha restoranni do'lasini sotib oldim. Bizda o'zi men xabarim yo'q edi. Men darslarni o'qib yurgandim. Bu proyekt umuman esimda yo'q. Bitta odam so'radi, "Roshmanka, nima deysiz? Ustozim deyapsiz, shunaqa proyekt bor ekan." Men xabarim yo'q dedim. Ko'rasizmi? Ko'raman dedi. Ko'rdim, kirdim. Hamma narsani o'rganib chiqdim-da, qarasam normal. Yo'q. Baribir bolalarga buni yapishdan oldin o'zim pul tikishim kerak, ko'rishim kerak. Sotib oldim. Ko'rdim, yana kirdim. Qarasam har kuni menga hisobot kelyapti. Pullarim anaqa qilyapti. Hamma narsa ochiq bo'lyapti. Aha. Wow dedim. Zo'r ekan proyekt. Bu halol. Birinchidan do'li sotib oldi, ulush sotib olyapti firmada. Ikkinchidan mana kelajakda passiv daromad. Eng kamida u 20% dan 80%. $100 tikkanlarga 20% kecha. 20%. Chunki $500, $1000 tikib keyin yana har oy 100, 200, 500 qancha xohlasanglar tikishinglar mumkin. Tezroq moliyaviy ozodlikka erishishinglar uchun. Bu restoranni ulushni sotib olyapsizlar-da. Xohlasanglar $10,000-20,000 sotib olib tikib restoranning egasi bo'lasizlar. Masalan, men Tohirjon Sardorbek uchalamiz pul tikdikda 30,000. Restoranimiz Rossiyada, Moskvada ochildi, Permda. O'sha restoranga Alex komandasini qo'yapti. Komandasi direktori bizga polniy hisobotlar har kuni video orqali biz ko'ryapmiz. Nima bo'lyapti, kim keldi, nechta odam keldi, qancha sotuvlari, qanaqa daromad, qanaqa xarajat, tablitsalar. Biz nazorat, biz ta'sischilarmiz. Управляющий franşiz aytib, "Oy, молодец" dedim. Kallasini ishlagan qarang. Haqiqatan ham zo'r ustoz. Voy, Zo'r. qoyil qoldimda, tabriklalarni ko'rib, men aytdim, afsus dedim, yoshim 65 ta. Qani endi 10 yil shu narsalarni o'rgan bo'lsa. Hozir ham xudo xolasi kechamas. Kechmas xudosi. 65 ta ochganlar-ku. Wow, havasim keldi. Молодец dedim. Aqlli. Komandasini kecha ko'rdim, tug'ilganlar. Молодцы. Tablisalarni ko'rganimdan keyin aytdim. Haqiqatan biz 20-asrda emas, 19-asrda ekanmiz. Shuning uchun tezroq o'rganinglar. Mana tablisalarni qilish bu, bular hozir emas, vысший matematika qilishyapti-da. Biz ani ham qilmayapmiz haligacha. Так что boshlaymiz-a? Boshlaymiz. Предисловие bu boshlandi. Endi kelinglar
ish olib boraman. Bu Ixlos menga xat yozyapti. Yaxshi. Tak, marhamat. Boshlaymiz. Kimdan? Tohirjon. Labay ustoz. Labay emas. Ishlar qanday? Menga servis tili kerak emas, menga biznes tilida. Mana ustoz ishlarni ko'rsatyapman. Davay, bu boshqa gap. O'zingiz baho berasiz ishlarga. Davay. Mana rejalarim 10 yillik. Voy, молодец. Mana qilsa bo'lar ekan-ku. Kim qilib berdi? O'zim qildim. Молодец. Namunadan o'g'irlab, o'rganib. Молодец. 2009-yilgisi. Mana reja. Молодец. Bu siz 20-21. Men uni so'ramaganman. Men 1 yillik rejani so'raganman. Yo'q, bu yerda umumiysi, endi pastda 1 yilligi. Aha, bu siz 10 yillik yozibsiz. Yaxshi. Endi 1 yillikni ko'rsating. Mana 1 yillik mana. Yanvar, fevral, mart, aprel, mana ketyapti. Yanvar rasxodlari, rejam bular. Yo'q, bu dona. Sizda qarang. Olma bilan nok solishtiryapsiz. Siz mana bitta dona, mana bitta rubl ketyapsiz. To'g'rimi? Объем продаж bo'lishi kerak. Rublda bo'lishi kerak. Dona bu tursin. Yoniga mana bunga. Tablitsa qilasiz, расход reja bor-ku. O'sha bilan sotish rejani orasiga tablitsa qilasiz, rublda qo'yasiz. Yanvar, объем, sotuv, hajmi. Ha, bu yerga hajm, ha. Men bu yerga qo'ydim men hajmni, mana sotildi hajm. Yo'q, bu sotildi. Ha, rejachi. Reja mana 130 ming dona. Sotish reja. Dona bu. Bu dona, to'g'rimi? Ha, summasini rejasi, ha? Summasini rejasi. Ha, bo'ldi. Reja summa, bo'ldi. Mana bu yerga yoniga summa reja. Ha, summa reja. Keyin qolgan proseslar qo'shib boraveramiz. Ha? Ha, расход reja, foyda reja, keyin sotildi, расход, sof foyda. Iloji bo'lsa har bittasida mana sotish reja, yoniga fakt. Ha, yoniga fakt. Hammasini fakti yoniga. Расход reja, yoniga fakt. Foyda reja, yoniga fakt. Bo'ldi. Sotildi. Reja bilan fakt yonma-yon bo'lishi kerak, ha? Sizga qulay bo'lishi kerak-da, analiz qilishimiz uchun. Bo'ldi. Mana bu yerga hozir umumiy summa, sotuv summasini yozaman men. Orasiga Siz mana shu 130 ming dona bu real sotilganmi yoki siz hozir nimaga qarab 130 ming yozgansiz? Yo'q, reja qo'yganmiz biz 130 ming. Mana bu mana sotildi, real mana. Real 130 sotilgan, ha, yanvarda. Yo'q, reja bo'lgan u. Yo'q. Sizda mana biz hozir may oydamiz. Yanvar, fevral, mart, aprel oydan qanchadan sotildi sizda? Mana sotildi mana, yozilyapti mana 72.220. Mana shuni 72 ming o'sha plan qo'yib qo'yasiz. Ha, endi bunga 30 ming emas, 72 ming qo'yasiz. Chunki sizda fakt o'sha bor. Plan qilmaganmiz u. Buni o'chirib mana 72 ming. Fakt. Ha, 220. 72 ming. Endi fevralda qancha sotildi? Bularni to'g'rimi, noto'g'rimi bilaychi, keyin yozamanimda yozganim yo'q hali. Nimada jo'rnaligimda turibdi. Dona deganni tepaga qo'yib qo'yasiz. Sotish rejasi bor mana shu yerda. Dona bu yoniga raqamni yoniga dona qo'yish kerak emas, chunki ertaga siz bir-birini ko'paytirganingizda qiynalasiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. So'zlar bo'lish kerak emas. Buni o'chirib turib, mana donani. Bo'ldi. Hozir shart emas. Umumiy hozir siz bilan ishni olib boryapmiz. Yaxshi, молодец. Demak, mana shu sizga topshirildi. Tushunarli, Tohirjon. Endi yanvar oyini alohida yozdim mana pastga keyin, yanvar oyi. Yanvar, fevral, 10 yillik, keyin 1 yillik, endi yanvar. Realni yozasiz rejalarga, keyin iyunga ha, real mana endi ketgan jarayon. Qayerga qo'yasiz? Bu yanvarda.
Tohirjon. Mana yanvar oyida reja bo'lyapti. Kimlarga qancha sotishni plan qilganmiz. Lekin bizda bajarilganda mana bu yerga yonida yozyapman mana. Bajarilgan, sotilgan, realniy narsa. Mana уже ko'rinyapti sizda. Yaxshi.